Reis Xi Jinping tüvendeki eleksiyemizde dikkat kılan hürmetli vatandaşım Reis Xi Jinping qayta qattiq sözledi. Cumhurdan xayni tazılaştı çıng tuttu. Mavzulu xabar 7. ayının 26. günü Cumhur'a nazar to'g'ri betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Belki allı biron BDX yig'ini o'tmishga aylandi. Deydigan kuch xabarlari tarqalgan bo'lsa-mu, lekin universal matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yaqindan beri Reis Xi Jinping arqadan qattiq so'zladi. Hatta çoğun yo'lboshlar delolarni ishlash jarayonining taraqqiyoti jihatda buyuk ishlarni qildi. Tashqari dunyo BDX yig'ini ochilishdan burun tozalash harakati elib berib, nihoyat kuchli signal tarqitish bu deb hisobladi. Tashqari dunyoga signal tarqitish bu deb hisobladi. Doirlar çoğun yo'lboshlar delosini ishlash jarayonini xabar qilib turdi. 7. ayının 26. günü Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti iki çoğun urunun əməldarının delosunu tekşürüp turğuzup, cümleden Sichuan өлkəsinin Maun өлkə başlığı Li Qingyuan ve Anhui өлkəsinin Maun өлkə başlığı Zhang Jinchao qatarlıqlarını tekşürüşke başladı. Demiş ki biz saplı Maunlarını tekşürüdü. Birinci kol başlıkları ne için tekşürmeydi ha? 7. ayının 25. günü Merkezi Komiteti Harbiy İşler Soğutu, Merkezi Harbiy İşler Komiteti'nin Mao reisi Gu Boshung'ның paraxorluq delosi to'g'risida hukm e'lon qildi. Bu albatta katta ish vatandoshim. Muddatsiz qamoq jazosi berib, marshallik unvonini bekor qildi Gu Boshung'ning. 7. ayının 4. günü Merkezi Komiteti ishxonasining sobiq mudiri Ling Jihua paraxorluq qilib, davlat maxfiyatligini qonunsuz qo'lga keltirgan jinoyat va qilmishlari uchun huquqni qalaymaqon ishlatganligi uchun muddatsiz qamoq jazosi e'lon qilindi. Diqqat qiling, 7. ay ichida bo'layotgan ish. 7. ayning 4. günü Lin Jihua, 7. ayning 26. günü kelganda harbiy marshal Gu Boshung. Bularga muddatsiz qamoq jazosi berildi. Uningdan boshqa yaqindan bir kompartiyaning aloqador organlari Joyinkanga chetishliq hukm e'lon qilib, Surong, Dushan, Shuji, Zhao Shaolin, Sun Jiaoshu qatorliq kishilarning amali elib tashlangan edi, lekin bularni endi bu qatim sot qiladi. Kuzatuvchilar bunday hisoblaydi. O'tgangi tajribalarga asoslanganda bu rais Xi Jinping doirlarning BDX yig'ini ochilishdan avval elib borgan bir maydon tozalash harakatidir. Yaqinda BDX yig'ini ochiladi, ochilmaydi degan gaplar bo'lyapti, lekin BDX yig'ini ochilishdan burun Zhongnan xayni tozalash harakati boshlandi, yuqori qadar tozalayapti. Rais Xi Jinping arqadan qattiq so'z qildi. Qaraganda cho'ng ish yuz berdigandek qildi. Jungguda cho'ng bir voqea yuz berdigandek qildi. 6. ayının 27. günü Reis Xi Jinping Merkezi Komitet İslahatını Çoğunqurlaştırış Gruppasining 25. qatımlıq yig'inini ochganda qattiq so'zlab ta'kidlab, islahat bu bir meydan inqilab. Islahat qiladiganimiz tuzum funksiyasi. Ta'virtadiganimiz manfaat guruhining manfaati. Bu ishni biz qilishimiz kerak yoki inqilab qilishimiz kerak deb ko'rsatdi. Demek bu yerda hozir nima deyapti? Ikki narsa. Biri manfaatdor guruhlarning manfaat doirasini tekshirish yoki bo'lmasa tavritish, undan keyin inqilob, bu tuzum yoki funksiyani o'zgartirish. Bu gap sal g'ayri o'tirg'i chiqyapti qanday hurmatli vatandoshim? Demak, sen bu tuzumni o'zgart, tuzumni isloh qilish degan narsani o'tirg'i qo'yapsan, yo'q, burun qo'ygan. Lekin hozir bu yana boshqa gap o'tirg'i chiqyapti. 7. ayının 18. günde 20. günügacha Reis Xi Jinping Ningxia qatorliq joylarni ko'zdan ko'chirdi. Guiyuan shahrida so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Xilma-xil dushmanlar bilan hal qilg'uch jang qilib, g'albini qo'lga keltiramiz. Reis Xi Jinping Yinchuan shahrida ximiya sanoatini bazasini ko'zdan ko'chirganda mundaq so'zladi. Junxo millatlarining iqtidori bak uzundan jo'g'inib keldi. Endi bu iqtidor o'zini ko'rsatib, Jungoning ulug'vor tushini ishga oshiradigan vaqt keldi. Mana bu endi xatarli shuar. Junxo millatlarining iqtidori uzundan jo'g'lanib ketdi.
endi bu iktidarını koyup etip, Cungo'nun çüşünü işe aşırdığın vakit keptimiş. Bu iktidarını qayerga koyup etmekçi, devlet içi koyup etemdi yoki devlet sırtıq mı? Mana bu gap ağır gap hörmetli vatandaşım. Şunu Cungo'da zor vaqa yüz beriş mümkün degan sözler, ama şundaq sözler asaslı oturğa çıkmadı. Fransiya Xalqaro Radiosi 7 ayın 24 günü analiz qilib bundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping doiralari islohotni hayot mamatga munosabatlik ish deb ko'rsatdi. Demek Fransiya bu hükümni qilib o'tdi. Cungo'nun islohoti hayot mamatga munosabatlik deb bekitdi partiya deydi. Demek bu yerda yani bir özgürleş. Uçağın aytgan uzundan beri iqtisodiy islohot bilan shug'ullanding, endi yamayyanın bo'yiga kelib qoldi. Siyasi islohotni yo'lga qo'ymasang, elik islohotning quruq bo'lib qoladi yoki mag'lub bo'ladi. Şun bu yerda to'g'onni echib etish, siyasi islohotning yo'lini echib etish degan shu nuqta kelib qoldimi qanda? 7 ayning 26 kuni maqol yazıp iqlim meseleleri obzorchi Şavucu 7 ayning 26 kuni maqol yazıp mundaq hisobladi. Reis Xi Jinping vaziyat ciddi bo'layotgan shundaq bir paytda dunyoga kuchli signal tarqatdi. Xi Jinping kuch ishlatadigan payt keldi dedi. Yoki Xi Jinping kuch ishlatadigan payt yetib keldi. Biday xayig'ini qaraymiz. Biday xayig'ini echilamdi, echilmamdi. Echilsa qanday echiladi? Mayli yig'inning oldida bo'lsin yoki yig'inning kaynida bo'lsin, Cungo'da zor bir vaqa yuz berdi. Demek obzorchi Şavucu shundaq deydiki, BDX yig'inining echilishinin oldi kaynida Cungo'da intayin zor vaqa yuz berdi. Bu faqat bir obzorchining gapi, lekin alomatlarga qarasangiz hozir vatandoshim bütün torbatlarını tekshirish. Bu to'g'rida yaqinda bir qonun yoki hujjat e'lon qilibdi. Bu hujjatda kelar hafta sizlarga so'zlaymiz, Xudoyim bo'lsa. Nurg'a va'dalarni berib to'xtab qoldik. Masalalaki NATO'nun yig'in to'g'ri so'zlaymiz degan edik, uni to'xtab qoldik. Ona keyin so'zlashamiz. Endi yana bu vaziyat Cungo'ning vaziyati to'g'risi kelganda mana shundaq Şavucu efendim deydi, Cungo'da zor bir vaqa o'zgarish yuz berdi deydi. To'rbetni boshqarish hujjati e'lon qilindi. Onun üstüge bundan sel burun 5. aylarda izanlarının xabari var. Bizden 5 nefer torbet yazıcımız kol gelindi. Moşularının alametleri nime zadı alametlermiş ki cihetli matbuatın torbetin çiğ tutuştan ibaret bu nokta bu başlanış noktası da Reis Xi Jinping Cungo'da zadı kandak iş kılmakçı. Anandaki Yang Huangchun Chiu bu doğru mu? Kiler katılımlıklaştığımızda vədi vermez sizlerge. Muş doğru toxtalımız Cungo'nun içki vaziyeti. Yani Cenubi Deniz'de taşlap koyup durup Cungo'nun içki vaziyetinin bulup atıdığı degen meselege yetkildim. Kiler katımda.